Kristallogidrat mavzusidan 117 ni so'radilaring. 117 ga e'tibor beramiz. 114 ga o'xshaydi degan ekanmiz. 1107 gram taxir tuz 1640 gram suvda eritildi. Hosil bo'lgan eritmadagi vodorod atomlarining massa ulushini toping deb savol beribdi. Bizga umumiy massa kerak. Umumiy massa topish uchun ikkita massani qo'shamiz. 1107 qo'shamiz 1640. 2747 gram jami eritma. Endi taxir tuz, magniy, sulfat ko'paytiruv 7 ta suvmi? 7 ta suv. Buni molekulyar massasi 120. 18 ni 7 ga ko'paytirsak 126. Ikkalasini qo'shinglar. Va alaykum assalom. Kiring. Nima kechikyapsiz? Shunga qayerda? Shu yerda 246 bo'ladimi? Endi bunday qilamiz, qarang. 246 gram taxir tuz tarkibida necha gram vodorod bor? Mana 7 kare 2 14 gram vodorod bor. 14 gram vodorod bor. Bizga taxir tuzdan 1107 gram berilgan. Bunda 63 gram vodorod bor ekan. Eslab qolamiz. Endi suv. Suvning molekulyar massasi necha? 18 gram suvda necha gram vodorod bor? Men 2 gram deb o'ylayapman. Mana ikkita vodorod. 2 gram. Bizda suv 1640 gram berilgan. Bunda qancha? 182 butun necha? 2 deylik. Shuncha gram vodorod bor ekan. Endi massa vodorod. Massa vodorod. Xo'sh, taxir tuz tarkibida 63 gram, suv tarkibida 182,2 gram, ikkalasini qo'shing. 245,2 gram vodorod bizda bor ekan mana. Jami eritmaning massasi 2747 gram bu 100%. Vodorodning massasi 245,2 grammi bu qancha? 8,93% vodorod bor ekan. B mi? 117 B bo'ldi. Keyin nechini so'rashgan? 129 ni so'rashgan. Bir yüzü 129 ha? 129 ga e'tibor beramiz. Kimda chiqmagandi bu yozib olsin buni. 129 644 gram Glauber tuziga necha gram suv qo'shilganda 20% eritma hosil bo'ladi. Diagonal bilan ishlaymiz. 20% eritma hosil qilish kerak ekan. Glauber tuzini foizini topishimiz kerak. Glauber tuzi qanday yoziladi? Natriy sulfat ko'paytiruv 10 ta suv. Mana 142. 180 gram. 322 gram. 322 gramı 100%. 142 gramı qancha? 4,1% ekan mana. Glauber tuzini foizi. Ha? 44% olsa chiqmaydi. 41 desa aniq chiqadi. Yaxshi. Endi yana nima berilgan bizga? 20% tayyorlash necha gram suv? Suv 0%. Biz tayyorlashimiz kerak 20%. Bizga berilgan 44,1 va suvni 0% olamiz. Tepa 20, past 24,1. Keyin Glauber tuzidan necha gram berilgan? 644 gram berilgan. Mana buni topinglar. 776 gram suv ekan, ya'ni buni ko'paytirib bunga bo'lamiz. Nima qaysi javob? D ekan. 129 ga D bo'ldi. Yozib olinglar kim so'ragan bo'lsa. 137 so'rashganmi keyin? 137. Bu ham shaka sig'armikan? 137. Kobalt 2 xloridning massa ulushi 15% bo'lgan eritmasini tayyorlash uchun 476 gram Kobalt 2 xlorid ko'paytiruv 6 ta suv kristallogidratni necha gram suvda eritish kerak? Mana shu savolda o'zida. Mana shuni o'zida. 137. Xo'sh, Kobalt 2 xlorid. Kristallogidratni yozib olamiz. Kobalt xlorid ko'paytiruv 6 ta suv. Emer necha? Necha? 130 plus 18 ni 6 ga ko'paytirsa
108. Qo'shinglar. 238 gram. 238 gramı 100%. 130 gramı qancha? Necha? 54,6% ekan. Biz necha foizlik tayyorlashimiz kerak? 15 foizli tayyorlash kerak. Bizga berilgan 54 butun noto'g'ri yozyapti. Mana 54,6% va suv 0%. Tepa 15, 54,6dan 15 dersak necha? 39,6. Mana bu kristallogidrat foizi edi. Kristallogidratning massasi masala shartida 476 deyilgan suvni topish kerak. Buni ko'paytirib bunga bo'lsak 1257 gram suvda eritish kerak ekan. D javob to'g'ri ekan. Yechim tushunarlimi? Yozib olinglar. Keyin nechini so'radilaring? 155. Doskadagi test yozib olinglar, keyin 155 ga o'tamiz. Bir 155 testga e'tibor beramiz. 136 ga o'xshaydi degan ekanmiz. 30 gram kristal sodani 200 gram suvda eritib tayyorlangan eritmadagi natriy karbonatning massa ulushini 2% gacha kamaytirish uchun eritmaga qancha suv qo'shish kerak? Birinchi bo'lib bizga berilgan eritmani foizini topishimiz kerak. 30 gram kristal soda. Kristal sodaning formulasi qanday? Natriy karbonat ko'paytiruv 10 ta suv. Mana bu 46 60 106 gram. 18 dan ko'paytirsak 180 gram, ikkalasini qo'shsak 286 gram. 286 gramning 106 grami tuz. Bizga esa 30 gram berilgan. 30 gramning qanchasi tuz? 11,12 grami tuz. Massa eritma 30 gram kristal soda va 200 gram suvdan foydalanilyapti. 230 gram. Mana shu 230 grami 100% bo'ladi va tuz eritma tarkibidagi tuz 11,2 gram tashkil etadi. Buni foizini topinglar. 11,2 ni alaykum assalom. Tez kiring. 11 ko'paytirib bo'lsa, alaykum assalom. Tez. 4,83% ekan. Xo'sh, endi biz necha foizli tayyorlashimiz kerak? 2 foizli tayyorlashimiz kerak. Bizga berilgan 4,83 va qancha suv kerak deyapti? Suvni necha foiz olamiz? 0%. 2 dan 0 dersak 2, bundan buni ayirsak 2,83. Mana bu eritmani massasi bizda bor 230 gram. Jami eritmani massasi. Mana. Ko'ryapsizlarmi? 230 gram eritma. Qancha suv kerak? Ko'paytirib bo'linglar. 325 gram suv kerak ekan. B javob to'g'ri ekan. 155 ni bajardik. Endi 159 so'radilaringmi? ga e'tibor beramiz. Birdaniga ishlaylik shuni. Demak, zichligi 1,17 gram taqsim millilitr bo'lgan 16% 200 millilitr natriy karbonat eritmasi konsentratsiyasi 20% ga yetkazish uchun shu eritmaga necha gram natriy karbonat 10 ta suv qo'shish kerak? 20% tayyorlashimiz kerak. Bizga 16% berilgan va natriy karbonat 10 ta suv. Kristal soda berilgan. Kristal sodani foizi 11,2 edimi? Yo'q. Uni foizini bundan oldingi testlarda bajargandik. Qarang, 159-masalani ishlashda bizga berilgan, oxirida berilgan kristal soda. O'shani foizini topishimiz kerak. 159 natriy karbonat ko'paytiruv 10 ta suv. 106 gram, 180 gram, 286 gram. 286 grami 100%, 106 grami qancha? 37%. 20% tayyorlashimiz kerak. Bizga berilgan 16% va mana shu 37%. Bundan buni ayirsak 17, bundan buni ayirsak 4. Qarang, 16% eritmadan necha gram berilgan?
16% eritmadan 200 millilitr berilgan. Diagonalga millilitr qo'yish mumkin emas. Tushunyapsizlarmi? Diagonalga gram qo'yish kerak. 200 millilitrni gramga aylantirish uchun bizga zichlik berilgan 1,17. 1,17 grammi 1 millilitr, bizga esa 200 millilitr berilgan. Bu necha gram? Topinglar. Ko'paytirib bo'lib topinglar. 234 gram ekan eritma mana. 234 gram. Mana buni topsak, kristal sodaning massasi kelib chiqadi. Ko'paytirib bo'linglar. 55 gram. Xo'sh, B javob to'g'ri ekan. Uy ishida yana muammolar bormi? Bo'ldi? Yaxshi yozinglar.